Qizlar, уже kargo yopildi, hisobi bo'ldi. Pul tashlaganlar zakazini jo'natyapman. Bitta-bitta kechagi reklama Telegramda ko'rganlar zakaz qilib pul tashlashdi, shularning zakazini jo'natyapman. Yuvanlik haligi detskiy pijamalar, mana ko'rib turibsizlar, yangi upakovka qilib, bitta-bitta tekshirib berishyapti, ochib. Ichida rasvetkasi har xil, razmeri har xil. Mana shular 10 yuandan ketdi. Shtoni bilan ko'ryapsizlar, qanaqa material, yangi birkasi bilan 10 yuandan ketdi. Mana endi gruppada bo'linglar. Futbolkani hammasini bitta odam oldi, bitta odam hammasini 5 yuandan kelishib oldi. Detskiy futbolka kecha Telegramda ko'rsatgandim. Uni kачествоsi HB 100% ajrattiryapmiz razmerlarini, hammasini ajrattirib, mana taxlattirib, hozir upakovka qildirib beraman. Bu yer to'la qopida hozir yarmi qoldi, ko'ryapsizlar. Yarim rad qoldi. Biznes qilaman, arzonroq tovarlar kerak deydiganlar, albatta gruppamga o'tib podpiska qilib qo'yinglar. Podpiska qilsangiz, u yerda hamma tovarni obzorini qo'yib boraman. Mana bu pijamalarni 12 yuandan chiqardim, 12 yuandan. Hozir bularni ham taxlattiraman, uni ham video obzorini qo'yaman. 12 yuandan, shtoni bilan. Bu 12 yuandan ketdi qizlar. HB 100% HB, qarangizlar, ko'rinib turibdi. Pachkasi mana bunday bo'ladi. Razmerlari har xil, shtoni bilan. Zakaz to'xtadi. Mart oyidan endi gruppaga qo'ygan tovarlarimga mart oyidan yozaverasizlar. Nodiraxon qizimizniki 50 donadan, undan 100 tadan zakaz qilgan. Uni ham mana sortirovka qildirtiryapman. Bularni уже qopga soldirdim. Minimalniy zakaz 50 donadan olyapman. 50 donadan. Mart oyidan обязательно связda bo'laman.